Xayrli kech janob Park. Janob Sonudan xabar oldingizmi? Hali sen eshitmadingmi? Menga qo'ng'iroq qildi. Qanaqa qo'ng'iroq? U shoshilinch Amerikaga ketadigan bo'lib qolibdi va to'g'ri aeroportga borishga majbur bo'libdi. Shuning uchun pasportini tezkor yetkazib berish xizmati orqali yuborishimni so'radi. Ochig'i men ham nima bo'lganini bilmayman. Tezda qo'ng'iroq qilib yuboraman deganda, ammo qo'ng'iroq ham qilmadi. Valla qachon uchib ketgan bo'lsa kerak. AQShga jo'naydigan birinchi reysga chiqishini aytgandi. Shunday ekan menimcha ketib bo'lgan. So'ra jonimni, so'ra borimni men beray. Lekin sen so'rama. Seni unutishimni so'rama. Meni ojiz qalbimni qiynama. Sensiz yashashga meni undama. Urinma, izlama. Meni ketish shu sabab izlama. Buni bari bahona o'ylama. Meni ahvolimni sen o'ylama. So'rama. Bugun seni yana esga oldim. Sababi uchrashuv joyimizdaman. Bu yerlar hech ham o'zgarmagan. O'sha daraxtlar, o'sha soyabonlar. Faqat sen yo'qsan yonimda. Aylanaverar, tinmay savollar. Qaylarda qoldi o'sha orzular? Men ishonmayman, yo'q men ko'nolmayman sensizlik dardiga. Ko'zlaringda dard, yerga qaraysan, xuddi aybingni tan olgandek mendan. Ko'zlaringni olib qochasan, ketishimni so'rayverasan. Lekin tushunolmaysan, seni qanday tark etay? Axir sevma turib seni yana qanday unutay? Sendan men so'rama. Seni unutishimni so'rama. Meni ojiz qalbimni qiynama. Sensiz yashashga meni undama.